Taxminiy og'irligi 3 tonna bo'lishiga qaramasdan Formula 1 texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan amortizatorlarga ega. Shunaqangi g'o'dasi bilan bu avtomobil yengil pikaplar sirasiga kiradi. Sababi Chevrolet Silverado'ning juda ham bahaybat bo'lgan 4,5 ming, 5,5 ming, hattoki 6,5 ming HD pikaplari ham bor. Lekin aynan Silverado ZR2 pikapi shaharga, fermaga, yengil off-roadga va sayohatga o'zining texnik jihati bilan ayni muddao bo'ladi. Albatta texnik jihatdan murakkab bo'lgan, hattoki Formula 1 bolidlariga ham o'rnatilgan Multimatic DSSV amortizatorlar o'rnatilgan bo'ladi. Klimat kontrol, 12.3 dyumli informatsion tablo, 13.4 dyumli multimedia markaziy sistemasi, Bose Premium akustikasi, 15 dyumli head-up display ham siz uchun xizmat qiladi. Qisqa qilib aytganda, faizli bir xonali xonadonning atmosferasini taqdim qilishi mumkin. Pikapning yuragi esa klassik 602 litrli Ecotec 3 dan iborat bo'ladi va Abrasning 8 silindrga 420 ot kuchi, 624 Nm, 10 pog'onali uzatmalar qutisi bilan 0 dan 100 gacha esa bor yo'g'i 5-7 sekund sarf qilishi mumkin. Narxi esa bor yo'g'i 75 ming AQSh dollari bo'lishi mumkin. CIP O'zbekiston. Endi nima deysiz? Narxiga arziydimi?